Shuni ichida nima borligini menimcha sizlar bilasizlar, qizlar bilarmiki. Assalomu alaykum, mayli sizlar bir minutga. Ichida nima bor? Taxmin qilib olasizlarmi? Prizli o'yin nima? Mayli bir minutga ichida nima bor? O'yinchoq. Ko'tarib ko'ring, ko'tarsangiz menimcha o'yinchoqdan sal og'ir olasiz, to'g'rimi? Bo'ldi, qarang mayli. Taxmin qilib topa olmasanglar, bemalol ko'rsanglar bo'ladi, ichini ochib ko'rsanglar bo'ladi. Qo'ying. Ochib ko'ring, ochib ko'ring. Faqat ehtiyot bo'linglar, chaqa olishi mumkin. Ochib ko'ravering. Ehtiyot bo'lamiz. Aha. Buni ichida, qarang, buni ichida pul bor, faqat buni ichida pul bor. Miqdori 10 million so'm. Men 10 million so'mni sizlarga berib yuboraman. 10 ming so'mlik Temur Brat ruchkasini olgan bo'lsanglar, shu 10 million sizlarga shunday berib yuboraman, sovg'a qilaman. Bizlardan ruchka olganingiz uchun. Yo'q, bu to'xtang unda, qarang. Agar men Temur Bratga podpiska bo'lib, oxirgi videomga like bosgan bo'lsangiz, 2,5 million shunday berib yuboraman. Qo'ying, joningiz sog' bo'lsin. Voy, 450 ming obunachim bor. Men faqat o'sha 450 ming obunachilarim uchun ijoddaman. Ata podpiska bosmagansizlar, to'g'rimi? Joninglar sog' bo'lsin, yaqinlar qaranglar. Men sizlar uchun, sizlar menga yetdinglar, Magicga kelinglar. Men Magicdaman. Ruchka olgan 150 ta odamni bittasini qidirib yuribman. Joninglar sog' bo'lsin, sizlarni yaxshi ko'ramiz. Qani ko'p bizani kuzatishda davom etinglar.